Sayyoraga nima bo'lgan? 80 daraja jazirama, gravitatsiya darajasi dahshatli. Dushmanimga ham ravo ko'rmasdim. Demak, omadimiz kelibdi. Oldimizga o'zi kelyapti. Bundan foydalanishimiz kerak. Demak, reja ishlab chiqamiz. Qisqa va lo'nda, sodda va unumli. Qo'lga olamiz va yengamiz. Kech bo'lmasdan toshlarni tortib olish kerak. Nega esnayapsan? Sizlar uchun hasrat chekib rejamni aytyapman. Gaplarimni qaytarchim. Oxirgi marta reja kerak degan joyini eshitdim. Bu sizlar uchun oddiy holmi? Ular o'z uslublarini qo'llashga o'rganishgan. Bu uslub qanday ataladi? Kerak bo'lsa, kurashamiz. Shunday. Yaxshi, oldimga yaqinroq kelinglar. Janob Lord, o'zingiznikilarni Janob Lord emas, yulduzli Lord deyvering. Bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Faqatgina oliftagarchilikka ishonsangiz, Birodar, oliftagarchilik degani nimasi? Bu nimaligini bilishmaydi ham. O'zimizga ishonishimiz rost. Rejangiz esa bizga ma'qul, ammo g'alaba yo'lida mening aytganimni qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Koinotni raqschi qutqarib qolganingni aytib ber. Ahamiyati yana qanaqa yo'q, qo'yavering. Xuddi Beykonni Ozodlik filmidekmi? Ha, ozodlikdagi sahna. Hozir ham o'sha filmni sevib ko'rishadimi? Ilgari ham ko'rishmagan. Yana bir kino ixlosmandi. Yordamga Flash Gordon kelmasa kerak deb qo'rqaman. Flash Gordon, uni uchratish men uchun sharaf. Men atiga 50% insonman, qolgan yarim foiz tentakliklarim esa sizning 100%ingizga teng. Hisob-kitobda ham qolishmas ekansiz. Kechirasiz. Mana bu do'stingiz ko'pincha shunday qiladimi? Strange. Hammasi joyidami? Hammasi yaxshimi? Ha. Nimadir bo'ldimi? Vaqtni biroz tezlashtirdim. Kelajakdagi imkoniyatlarimizga nazar soldim. To'qnashuvning yakuni qanday bo'lishini ko'zdan kechirdim. Yetarlicha ko'rindimi? 14 million 25. Nechtasida g'olib bo'ldik? Bittasida.